Aerogeodeziya. Bu geodeziyaning alohida turi bo'lib, u sun'iy yo'ldosh, dronlar, hatto samolyotlar yordamida yer yuzasini o'rganish, suratga olish, aniqlik bilan o'lchash va xaritalash ishlarini amalga oshiradi. Ushbu jarayonlarda aerofotoapparatlar, lazerli skanerlash, GPS, GLONASS tizimlari kabi zamonaviy texnik vositalar keng qo'llaniladi. Bu usullar orqali katta maydonlar qisqa vaqt ichida yuqori aniqlikda o'lchanadi. Shu bilan birga o'lchovlar tez, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali amalga oshiriladi. Bugungi kunda Respublika Aerogeodeziya markazi Jizzax hududlar aro bo'linmasi xodimlari tomonidan irrigatsiya tarmoqlari, kanallar, kollektorlar, soylarning topografik tasvirlarini tayyorlash, Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llarining geodezik kuzatuvi, shuningdek hudud gaz, Uztelecom, suv ta'minot va boshqa tarmoq tashkilotlariga xizmat ko'rsatish ishlari bajarilmoqda. Hududda o'rnatilgan zamonaviy global navigatsiya sun'iy yo'ldosh stansiyalari nafaqat bo'linma mutaxassislariga, balki boshqa tashkilotlar va tadbirkorlarga ham geodeziya yo'nalishidagi o'lchov ishlarini tez, aniq hamda ishonchli bajarish imkonini bermoqda. Respublika Aerogeodeziya markazi 2020-yil 7-sentyabrdagi PF 6061 sonli Prezidentimizning farmonlariga asosan hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-sentyabrdagi 48-19 sonli qarorlariga asosan tashkil etilgan Respublika Aerogeodeziya markazi qoshida Jizzax hududlararo bo'linmasi 2022-yil 9-iyunda tashkil etilgan. Asosiy ish turlari geodeziya, topografiya ishlari, yer tuzish, kompleks loyihalash ishlari, ma'muriy, hududiy birliklar chegaralarini belgilash ishlarini bajarib keladi. Ish jarayonida 5 bosqichdan iborat. Birinchi tayyorgarlik ishlari, ikkinchi dala kuzatuv ishlari, uchinchi kameral ishlar, to'rtinchi tayyor bo'lgan hujjatlarni kelishish, tasdiqlash va beshinchi bosqichda buyurtmachilarga taqdim qilish hisoblanadi. Respublika Aerogeodeziya markazining asosiy qiladigan vazifalaridan biri aerokosmik suratga olish natijasida hosil bo'lgan xarita materiallariga asosan dalada kuzatuv jarayonida barcha o'zgarishlarni hisobga olib, kartada chizib belgilash, qishloq xo'jaligi xaritalarini yaratish hisoblanadi. Bu barcha ishlar bajarilishi yer hisobini yuritish hamda yer kadastrini ma'lum bir axborot bilan ta'minlash uchun bajariladi. Qayd etish kerak, hozirda mutaxassislar tomonidan Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-apreldagi tegishli qaror ijrosi yuzasidan davlat buyurtmalari asosida hozirda Sharof Rashidov va Yangiobod tumanida xatlov ishlari olib borilmoqda. Hozirgacha qariyb 126 ming gektar maydonda xatlov ishlari bajarilgan bo'lib, bu jarayon davom etmoqda. Hozirda biz Respublika Aerogeodeziya markazi Jizzax hududlararo bo'linmasi xodimlari tomonidan Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida xatlov ishlarini olib bormoqdamiz. Hozirda bizda dala kuzatuv ishlari yakuniga yetib qolgan. Dala kuzatuv ishlaridan so'ng elektron xaritani ham yaratish jarayonidamiz. Hozirda yakuniga yetib ham qoldik. Hozirda birga 10 minglik, birga 25 minglik masshtabdagi xaritalarimiz yaratiladi. Bundan tashqari biz yerdan foydalanuvchilar, fermer xo'jaliklar va boshqa qishloq xo'jalik korxonalarini yerlarini xatlovdan o'tkazamiz. Ularda kelib chiqqan tafovutlarni o'rganib chiqamiz. Hozirda i90 apparatimiz bor. O'sha bizga har bir xodimlarga berilgan, har bitta xodimlar o'lchov asboblari bilan ta'minlangan. Bundan tashqari bizda artefoto planlarimiz bor. Muammoli vaziyatlar kuzatiladi. Aholi yoki boshqa yuridik shaxslar yoki fermer xo'jalik, boshqa qishloq xo'jalik korxonalari tomonidan oshiqcha yerlar foydalanishi mumkin. O'sha holatlar bo'lishi mumkin. Yoki ustma-ust tushish holatlari bo'lishi mumkin. Hujjatlarda holatlarga aniqlik kiritib bartaraf etish choralarini ko'ramiz. Qonun buzilish holatlari bo'lsa, ma'lumot sifatida kadastr agentligiga taqdim qilamiz. Xatlov jarayonlari to'liq bajarilgach, maxsus ARGIS dasturi orqali ma'lumotlar tahlil qilinib, xaritalanadi. Bu esa katta hajmdagi ma'lumotni kompyuterga joylashtirish va tahlil qilish natijasida geodezik ishlarda aniqlik va ishonchlilik borasida samaradorlikni ta'minlaydi. Aytish mumkin, bugungi kunda bo'linma yuqori aniqlikdagi elektron taximetrlar, GPS va iz qidiruvchi qurilmalar, yer o'lchov planshetlari bilan to'liq jihozlangan. Bu bilan ish unumdorligi hamda tezkorlik ta'min bo'ladi. Ta'kidlash kerak, 2024-yilda bo'linma tomonidan buyurtmachilar bilan tuzilgan shartnomalar asosida umumiy maydoni 6572,63 gektar bo'lgan 25 ta obyektda topografik tasvirga olish ishlari bajarilgan. Mazkur ishlar joriy yilning shu kuniga qadar esa 1815,57 gektardagi 6 ta obyektda amalga oshirildi.